Rossiyaning Ulyanovsk viloyatida yo'lovchi poyezdi relsdan chiqib ketdi. Halokat oqibatida kamida 12 kishi jarohatlandi. Hodisa bugun tongda Chelyabinsk-Moskva yo'nalishida harakatlanayotgan poyezd bilan sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vagonlarda jami 415 nafar yo'lovchi bo'lgan. Jabrlanganlarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozircha halok bo'lganlar haqida rasmiy ma'lumot berilmadi. Holat yuzasidan tergov boshlangan. Endi xalqaro maydonda ro'y berayotgan shu kabi voqea hodisalar bilan xorij xabarlarida tanishasiz. Eronning Alborz viloyatidagi qurilishi tugallanmagan ko'prikka hujum uyushtirildi. Hodisa oqibatida kamida 8 kishi halok bo'ldi, yana 95 kishi yaralandi. AQSh tomoni bu zarbani Eron infratuzilmasiga zarar keltirish maqsadida amalga oshirilganini bildirdi. Boisi ko'prik strategik ahamiyatga ega bo'lib, u Tehronni shimoliy hududlar bilan bog'laydi. Italiyaning markaziy va janubiy hududlarida kuchli yog'ingarchilik kuzatilmoqda. Mamlakatning Abruzzo, Molis, Marsh, Puglia va boshqa regionlarida suv toshqinlari, kuchli qor yog'ishi, bo'ronlar sodir bo'lmoqda. Oqibatida ko'plab aholi uy-joylari, maktablar, shifoxonalar zarar ko'rdi. Ayrim yo'llar butunlay yopildi. Ba'zi joylarda elektr energiyasi uzilib qoldi. Xitoyda uydagi barcha yumushlarni bajaruvchi robot sotuvga chiqariladi. Pantera nomli robot uylarni tozalash, kir yuvish, ovqat pishirish, maishiy yumushlarni bajarishi, shuningdek, uy egasini uyg'otish va ishdan qaytganda kutib olishi ham mumkin. Qurilma sun'iy intellekt yordamida atrofni o'rganadi va ishga kirishadi. Sinov jarayonlaridan keyin robot sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Taxminiy narx esa 115 AQSh dollari bo'lishi mumkin.